Kiles taraflardan 50-60 ming dollar atrofida uy qidirganlarga yana bitta variant bor ukalar. Videomizni boshlashimizdan oldin katta ko'chani ko'rsatganimiz sababi mana katta ko'chga taxminan shu 70-80 metr chiqadigan lokatsiyadan 46 ming dollarga yaxshi bitta variant chiqyapti. 1 sotuvga qurilgan 4 xonali xonadonni sotuvga qo'yishgan. Ko'chalarni qaranglar, keng o'zbek mahalla, ko'chalar yangi asfalt qilingan. 1 sotuv 4 xonali yangi variantimiz bor. 46 ming dollarga xudo xolisa sotuvga qo'yilyapti. Uchastkani oldi fasadlari qora suvoqdan chiqarilgan. Oldi tarafga bemalol ikkitalab mashina qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Mana shu uchastkamiz xudo xolisa sotuvda. Ko'chalarni ko'ryapsizlarmi? Asfalt qilingan. Bir tekisda chiroyli xonadonlar tushgan. Xonadonni ko'rib chiqamiz. Ikkita mashina bemalol kirib ketadi. Kichkina zeleniy zona qoldirilgan. Svet, suv, gaz hammasi bor. Keles general kelganmiz. Rengin ko'chasi hamma biladi deyapti uy egalari. Ko'ryapsizlar, tashqi tarafdan polni qora suvoq qilingan, tashqi romlari qo'yilgan. Bismillah. Uyga kirganimizda uyni qora suvoqdan chiqarib, devorlarni bo'lib, o'sha patologlarni gips kardon qilishayotgan jarayoni yetib kelgan ekan. Endi uy egalari pul zarb bo'lib qolib, sotuvga qo'yib yuborishdi. Xo'p, o'ng qo'limizda birinchi xona, spalniy, patologlar gips kardon rekalari qoqilgan. Xo'p, chap tarafimizda zal, katta razmerda zalni ko'ramiz. Bir 15 tacha mehmonni bemalol kutsangiz bo'ladi. Zaldan oshxonaga o'tsak bo'ladi. Mana shu xonani oshxonaga mo'ljallashgan ekan. Turbalarni tortib qo'yishgan, mana razmeri yomon emas, katta, pishgan ishdan qurilgan. Xudo xolisi ozgina ishi bor ekan. Malenkasini qilib olgan odam xudo xolisi domdan ko'ra yaxshi. Mana chap tarafimizda umumiy sanuzel razdel qilishayotgan ekan. Yonida bitta spalniy, kattaligi mo'ljallangan. O'zining ichida отдельный sanuzel xonasi ham bor ekan. Yomon emas, tashqariga qarang romlari qo'yilgan. Mana koridor oxirisida bu xona bolalarga yotoqxona qilib bersanglar bo'ladi. Qaranglar, mana rekalarni qotirib gipsa kardon, shuni mash turishi gipsa kardon urib yuborsanglar bo'ldi. Bu yerda ham bitta xona, bu joydan orqa hovliga chiqsak bo'ladi. Havoylanish uchun qoldirilgan joy ekan. 46 ming dollar so'rashyapti okalar, mash turishida kelishadigan joyi bor ekan. Bemalol aloqaga chiqaveringlar, egasi bilan to'g'ridan to'g'ri savdo bo'ladi. Bizning kanalda hech qachon o'zimiz savdo qilmaymiz, to'g'ri egalariga ro'bara qilamiz. O'zingizlar savdosini qilaverasizlar. Reklama asosida olingan. Aloqaga chiqib, mana shu uyga barakasini qilsanglar bo'ladi. Kelis taraflardan uy qidirayotgan tanishlar biz tarqataveringlar.